Ajrashgan ayollar uchun trenajyor. Ayol kishi ajrashganda qattiq siqiladi, stressga tushib qoladi va oradan vaqt o'tib bu og'riq bilan ko'nikib yashaydi. Yangi takliflar tushganda munosabat qurishga, erga tegishga qo'rqadi. Chunki yuragi bilan xayoli birinchi erida qoladi. Yoki u odam menga xuddi shunaqa muomala yoki xuddi shunaqa og'riq beradi deb qo'rqadi. Lekin har bitta muammoning yoki vaziyatning sabablari bor. Va siz eringiz bilan emas, aslida o'zingizda ko'tarilgan og'ir dasturlar bilan ajrashdingiz. Endi kim ajrashgan bo'lsa, lekin hozirda yangi munosabat qurmoqchi bo'lsa, unda bu trenajyorga shunday qilib niyat qo'yasiz. Men uchun og'ir kechgan ajralish jarayonini ustida ishlab, yangi chiroyli munosabatlarni qurish niyat qildim. Endi trenajyorni bajarishga o'tamiz. Chuqur nafas oling va og'zingizdan chiqaring. Yana bir marta chuqur nafas oling va og'zingizdan chiqaring. Va yana bir marta chuqur nafas oling va og'zingizdan chiqaring. Ko'zlaringizni yuming. Endi shu og'ir kechgan ajrashish jarayonini obdon eslang. Ajrashish bilan bog'liq siz uchun og'ir botgan, og'ir kechgan, noxush vaziyatlarni hammasini eslang. Chuqur nafas oling va og'zingizdan chiqaring. Va ichki ekraningizda eringizni qarshingizda ko'ring. Agar bir necha marta erga tegib ajrashgan bo'lsangiz, unda erlaringizni qarshingizda ko'ring. Eringizning boshini ustida yoki ularning har bittasini ustida ajrashganingizning sababini ko'ring. Misol uchun, erim menga xiyonat qildi yoki erim meni urardi yoki erim meni qadrimga yetmasdi. Necha marta erga teggan bo'lsangiz, hammasini ko'ring. Va hammasining boshini ustida ajrashganligingizni sabablarini ko'ring. Chuqur nafas oling va og'zingizdan chiqaring. Sababini topib bo'lganingizdan keyin eringizning ko'zlariga qarab shu iborani gapiring. Siz menga xiyonat qildingiz. Shuning uchun siz bilan ajrashdim deb ayting. Agar ajrashishingizning sababi xiyonat bo'lsa, eringizga
nima uchun ajrashganingizning sababini gapirib o'ting. Va yana chuqur nafas oling va og'zingizdan chiqaring. Va shu ibora bilan davom eting. Haqiqat shundaki, qalbim hali ham bundan og'rib turibdi. Va chuqur nafas oling va bu nafas bilan tanadagi butun og'riqlarni yuragingizga to'plab, uflab chiqarib yuboring. Ketidan nimaga qalbingiz og'riyotganini ham gapiring. Eringizga bor e'tirozlaringizni gapiring. Chuqur nafas oling va og'zingizdan chiqaring. Va shu iborani eringizga qarab davom eting. Haqiqat shundaki, bu hissiyotlarim aslida sizga tegishli emas. Va eringiz orqasida onangiz yoki dadangiz paydo bo'lganlarini his qiling. Bu e'tirozlaringiz aslida kimga ekanligini ko'ring. Onangizgami yoki otangizgami? Chuqur nafas oling va og'zingizdan chiqaring. Va onangizga yoki dadangizga bu iborani gapiring. Onajon yoki dadajon, haqiqat shundaki, aslida bu e'tirozlarim sizga tegishli. Lekin sizga bu e'tirozlarimni gapira olmadim. Chunki menga shunday tuyuldiki, agar men sizga bu e'tirozlarimni gapirsam, siz mendan voz kechasiz, meni rad etasiz deb qo'rqdim. Endi men hayotimda boshqa odamlar menga shu dasturlarimda xizmat qilishlariga shunaqa vaziyatlarni yaratdim. Ya'ni erimni dasturlarimda menga xizmat ko'rsatishlariga majbur qildim. Sizning o'rningizga onajon yoki dadajon. Chunki sizga shu e'tirozlarimni gapira olmayman. Lekin u odamga, ya'ni erimga gapira olaman. Chuqur nafas oling va og'zingizdan chiqaring. Va shu joyda jahlingiz ko'tarilayotgan bo'lsa, bularning hammasidan jahlim chiqyapti deb gapiring. Onajon yoki dadajon, sizga jahlimni ko'rsatsam, siz mendan voz kechasiz deb o'ylashim mumkinmi? Va siz meni tashlab ketasiz deb qo'rqyapman. Chuqur nafas oling va o'zingizdan chiqaring.
Yana bir marta chuqur nafas oling va og'zingizdan chiqaring va ko'zlaringizni sekin oching. Endi bu trenajyordan taassurotlaringizni yozib qo'ying.